Hozir sizlar bilan video o'tganda tabiiy yorug'likdan qanaqa to'g'ri foydalanishni o'rganamiz. Bu narsa отражатель deyiladi, ya'ni yorug'lik qaytaruvchi. Bu har xil shaklda bo'ladi. Biz hozir qo'limizda turgani 80 ga 120 razmeri. Bu 5 xil rangda bo'ladi. Kumush rang, qora rang, tilla rang, oq rang va soft deyiladi. Bunisi ham oq. Hozir bularni biz vazifalarni ko'rib chiqamiz. Kumush rang холодный свет berish uchun ishlatiladi. Tilla rang теплый свет berish uchun ishlatiladi. Oq esa asosan to'ldiruvchi bo'lib xizmat qilib beradi. Qora esa yorug'likni to'sish uchun ishlatiladi. O'rtadagi parda esa soft vazifasini bajaradi. Yorug'likni bir tekis qilib, mягкий свет qilib beradi. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, keyingi video qaysi texnika haqida bo'lishi haqida kommentariyada yozib qoldiringlar.